Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Xudo xolisa Andijon viloyati Asaka tumanidagi ishimizni o'z yakuniga yetkazib, bu yerga biz 2 komplet ish qilib berganmiz. Bu yerga 3 ta qo'sh eshik. Qo'sh eshiklarimizda mana so'nggi fasondagi eng original zamoylarda, shotlanka fasonlarda oynaklari bilan oynalarni oq qilib qildirdi xoch tog'amiz. Arqalarini daborli qilib mana ko'rishlar mumkin. Daborli o'ta chiroyli holatda qilib original zamoylarda oynaga yo'q o'xshaydi. Oynalar bilan birga bu yerga shu 3 tasini o'rnatib berdik. Narigi tomonlarni ham hozir sizlarga chiroyli qilib qalinliklari har doimgidek 08lik MDFda krashinli jemchuv sepilgan variantda. Hozirgi kundagi eng trenddagi eshiklardan bo'lgan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomerlarimizni qoldirib qo'yamiz. Ichkari tomondagi eshiklar. Bir qator baho berib qo'yaverasizlar. Tepadagi qoshlar bilan, orqa tomon daborlari bilan bo'lgan. Eshikning qalinliklari 08lik MDFda bo'lgan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomerlarimizni qoldirib qo'yamiz. Bemalol yechib ko'rasizlar. Bu tomonlar ham mana o'ta ko'rkam holatda, hamma yoq chiroyli holatda bo'lgan. Narigi tomonda hozir videolarni ko'rsataman. Mana qadrli obunachilar, xudo xolisa bu tomon ikkinchi hovli tomoni, uyda ikkinchi qismi bu. Mana bularda ham eshiklari o'ta, bu yerga 7 ta eshik o'rnatilgan, hammasi xuddi shu holatda bo'lgan. Tepalari karonalari bilan, orqa tomon qoshlari bilan bu yerga ham eslatib o'tamiz. Original zamoylarda, dabor atkozlarda mana o'ta ham chiroyli holatda bo'lgan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomerlarimizni qoldirib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bu tomonga 2 qanotli eshik, bu tomon mana bir qanotli eshik atkozlari bilan. Narx-navoga to'xtaladigan bo'lsak, narx-navo kimga kerak bo'lsa, lichkaga yoki kommentariyaga yozsa, behijolat aytilib o'tilaveradi. Chunki narx-navolari har xil holatda bo'ladi. Misol uchun, hali videoni kimdir bugun ko'radi, kimdir ertaga ko'radi, kimdir 1 yildan keyin ko'radi. Shuni hisobiga narx-navolarni qachon telefon qilsa yoki yozishsa behijolat aytib berilaveradi. Yo'qsa like bosib qo'yasizlar, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomerlarimizni qoldirib qo'yamiz. Butun O'zbekiston bo'yicha dastlabki xizmatlarimiz bor, vodiy bo'yicha o'rnatib berish xizmatlarimiz bor.